Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Trump Xitoyga 200% boj qo'yish bilan tahdid soldi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning Amerikaga magnit eksportini tezlatishi kerakligini, unda qilmasa 200%lik tamojni beji yoki shuningga o'xshash bir tadbir qo'llanishga majbur bo'ladiganligini bildirdi. Bloomberg agentligining xabarida bildirilishicha, Trump Koreya prezidenti Lee Jae-myungni Oqsaroyda kutib olgan bo'lib, mazkur ko'rishishda taratqularga Xitoyga munosabatlik ifodalarni bildirgan. Trump Amerikaning Xitoy bilan iqtisodiy jihatdan burunqidanmi yaxshi munosabatda ekanligini bildirib, Xitoyning oqilona harakat qilayotganligini va dunyo magnit zapasining hammasini degudek igidorchiligini qo'lga kirgizib olgan Xitoyning Amerikaga magnit eksport qilishga majbur ekanligini, agar bermasa 200% tamojni beji yoki shuningga o'xshash bir tadbir qo'llanishga majbur bo'ladiganligini ta'kidlagan. Trump magnit sohasida Xitoyga qarshi kuchini zo'raytirayotganligini eskartib, nihoyatda qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda magnitga ega bo'lamiz degan. Xitoyning g'oyat zo'r suv to'smasi Hindistonni harakatga keltirdi. Hindiston hukumati Xitoyning Tibetda qurishni planlagan g'oyat zo'r suv elektr stansiyasining qurg'oq faslda Brahmaputra daryosining iqimini 85% kishi tuvallatib o'tishi mumkinligidan andisha qilmoqda. Reuters agentligiga erishgan 4 manba va hukumatga tava maxfiy analiz Hindistonning bu sababdan bu planini tezlashtirishni qaror qilganligini oshkorlagan. Hindiston 2000-yillar 5-dan boshlab Tibetdagi Angsi muztig'idan chiqqan suvning iqimini kontrol qilishni muzokara qilib kelgan bo'lib, bu manba Xitoy, Hindiston va Bengalda 100 milliondan ko'p odamning hayotiga og'ir ta'sir ko'rsatdi ekan. Ammo Hindistonning sharq-shimolidagi Arunachal Pradesh oblastidagi xalq o'z yezilarining suv ostida qolishi va turmushining vayron qilinishidan andisha qilib, bu plan turiga qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Dekabr oyida Xitoy dunyoning eng chong suv elektr stansiyasini Yarlungsang daryosining Hindistonga kirishdan burungi chegara rayonida qurishni e'lon qilgan edi. Bu e'lon ham suv bexatarligi ham strategik ustunlik jihatdan cho'ng andisha paydo qilgan. Chunki Xitoy Arunachal Pradesh ustida igidorlik talabini ilgari surmoqda. May oyida Hindistonning eng chong suv elektr shirkati NHPC soqchilarning qo'g'dishi ostida mazkur suv elektr stansiyasi qurilish rayonida tekshirish va tadqiqot ishlarini boshlagan. Bu plan tamomlansa, Hindistonning eng chong suv elektr stansiyasi bo'ladigan bo'lib, bosh minister Narendra Modining ishxonasini o'z ichiga olgan yuqori darajali mas'ullar qurilishni tezlatish uchun bu yil bir qancha qatim yig'in o'tkazgan. Hindiston tarafining tahliliga qaraganda, Xitoyning suv to'smasi yilda 40 milliard kub metr suvni boshqacha yo'nalishga akilish iqtidoriga ega bo'lib, bu miqdor yillik suvning 3dan 1 qismidan ko'proqiga to'g'ri keladi ekan. Bu bo'lsa, qurg'oq fasllarda Hindistonning dehqonchilik va sanoat sohasiga zo'r ta'sir ko'rsatadi ekan. Bundan boshqa Hindistonning bu suv to'smasi Beijing tarafining tuyuqsiz va buzg'unchilik xarakteridagi suv quyib berishiga qarshi bir tangshash rolini o'ynaydi ekan. Hujjatlarga qaraganda, suv to'smasining doim 30% bo'sh holatda tutilishi bu xil xatarlarni azaytishi mumkin deb qaralgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu qurilish loyihalarining konkret ilmiy tadqiqotlardan o'tganligini va tuvan iqin rayonidagi davlatlarning suv boyligi, ekologiyasi yoki yer shari qurilmasiga ziyon keltirmaydiganligini da'vo qildi. Hindiston taraf bo'lsa, bu to'g'riliq fikr bildirish talablariga inkos qaytarmadi. Ammo Tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jaishankar 18 avgust Wang Yi bilan o'tkazgan uchrashuvda bu masaladagi andishalarini o'tirg'a qo'yganligini bildirdi. 11 davlat manevr o'tkazayotganda Xitoy va Rossiya o'rtaq manevr o'tkazdi. Rossiya va Xitoy tunji qatim Osiyo Tinch okean rayonida o'rtaq harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, o'xshash vaqtda Amerika qatorliq 11 davlatning qatnashishi bilan Indoneziyada o'tkazilgan harbiy manevr diqqat qo'zg'adi.
Rossiya Tinch okean flotidan e'lon qilingan yozma bayonotda Rossiya suvosti paraxodlarining rayondagi qorovullik faoliyatlarini avgust oyi 5-da boshlaganligi bildirildi. Bayonotda yana qorovullik vazifalaridan keyin Rossiya va Xitoyning dengiz qismlari qatnashgan dengiz o'zaro ta'sir 2025 nomli manevrining o'tkazilganligi bildirilgan bo'lib, Rossiya va Xitoy suvosti paraxodlarining tunji qatim Yaponiya dengizi va Sharqiy Xitoy dengizida o'rtaq manevr o'tkazganligi ta'kidlandi. Rossiya va Xitoy tunji o'rtaq harbiy manevrini 2005-yili Seriq dengizida amalga oshirgan edi. İki taraf 2012 yıldan buyon har xil rayonlarda manevr o'tkazib kelmoqda. NATO bosh kotibi Mark Rutte Rossiya bilan Xitoyning mudofaa sohasidagi faoliyatlarini tilga olib, Rossiya bilan Xitoy harbiy iqtidorini kengaytib, biz bilan qarshilashishga tayyorlanyotidi dedi. U ikki davlatning nihoyat tez sur'atda qurol ishlab chiqarishga o'tganligini bildirib, Rossiyaning bu yil ichida 1500 tanka, 3000 o'q o'tmas mashina va ko'p sonda Iskandar raketasi ishlab chiqarishi mumkinligini ifodaladi. Rutte Xitoyning dunyodagi eng chong dengiz kuchiga ega ekanligini ta'kidlab, ular biz bilan uzun muddatli kurash va raqobatga tayyorlanyotidi dedi. Dal bu paytlarda Indoneziyaning sohibxonligida 25 avgustda boshlangan Amerika boshchiligidagi 11 davlatning qatnashishi bilan 3-sentabrgacha davomlashadigan qatnashquchi davlatlar uchun harbiy zamonaviylashtirish va iqtidorlarni taraqqiy qildirish yo'lidagi muhim bir qadam deb qaralgan mazkur manevrning Rossiya va Xitoy harbiy suvosti paraxodlari manevri bilan o'xshash vaqtda o'tkazilayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.